Toza ichimlik suvi aholi salomatligi hayot sifatini ta'minlashda muhim manba sanaladi. Shu bois bu masalaga alohida e'tibor qaratilib, manzilli loyihalar amalga oshirilmoqda. Birgina Navoiy viloyatining o'zida aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 85.7% ga yetdi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda mavjud 330 ta mahallalardan 201 tasi to'liq va 113 tasi qisman ichimlik suvi bilan ta'minlangan. 2024-yilda dastur doirasida 29.5 milliard so'm mablag' ajratilgan. Jami 120 km ichimlik suvi tarmog'i, 8 km oqova suv tarmog'i va 5 ta inshoot qurilib foydalanishga topshirilgan. 2025-yilgi davlat investitsiya dasturi doirasida 3 ta mahallada ichimlik suvi tarmoqlarini tortish ishlari olib borilmoqda. Bundan 3 yil, 4 yil ilgari viloyatimizdagi aholini, iste'molchilarimizni markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi darajasi qariyb 60-70% tashkil qilgan. Shart-sharoitlardan foydalangan holda viloyatimiz aholisining markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti qamrov darajasi 85-7% tashkil qiladi. Bu 5 yillikka nisbatan kamida 10% ga oshirishga erishdik. Viloyatimiz hududidagi mana shu markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti bilan ta'minlash dasturlariga kirmay qolib ketgan yoki yangidan qurilgan aholi xonadonlarimizni ham qo'shimcha qamrab olish maqsadida viloyat mahalliy byudjet mahalliy dastur shakllantirildi. Bugungi kunda kerakli mablag'lar ajratib berilgan bo'lib, bugungi kunda qurilish montaj ishlarini boshlamoqdamiz. Nafaqat ichimlik suv ta'minoti, balki oqova suv ta'minoti bo'yicha ham Karmana tuman markazimizda markazlashgan oqova suv tizimlarini yangidan qurish loyihasi amalga oshirib kelinmoqda edi. Fransiya taraqqiyot agentligi ishtirokida bugungi kunda ushbu loyiha doirasida loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish yakuniy pallaga kelgan bo'lib, keyingi 2026-yil boshi bilan qurilish montaj ishlarini boshlash rejalashtirilgan. Buning natijasida shu Karmana tuman markazidagi barcha ko'p qavatli uylar, ijtimoiy soha obyektlari va boshqa obyektlar to'liq markazlashgan oqova suv tizimiga ega bo'ladi. Bundan tashqari iste'molchilarimizdagi to'lov madaniyati, suvdan oqilona foydalanish, foydalanilgan ichimlik suvi, ko'rsatilgan oqova suv xizmatlari uchun haqni oldindan to'lash bo'yicha bir qator targ'ibot ishlari amalga oshirib kelinmoqda, kunlik reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Mavzuni viloyatda aholi soni nisbatan ko'proq bo'lgan Xatirchi tumani misolida davom ettiradigan bo'lsak, ichimlik suvi ta'minoti 69.3% ni tashkil etadi. Ayniqsa, hudud infratuzilmasini yangilash, qishloq va tuman markazlarida yangi ichimlik suvi tarmoqlarini tortish hamda eskisini yangilariga almashtirish ishlari olib borilmoqda. Hududdagi qishloq joylarida suv ta'minotini kengaytirish, avvallari suvga yetarlicha ega bo'lmagan yoki umuman ta'minotdan tashqarida bo'lgan qishloqlarga suv chiqarish ishlari keng ko'lamda bajarilyapti. Jumladan Tinchlik va Bog'chakalon mahalla fuqarolar yig'inlarida ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha qurilish montaj ishlari jadal olib borilmoqda. Hozirgi kunda bizda ishning 80% ishi bajarilgan. Grafik bo'yicha ish tugatish rejimimiz sentyabrgacha. Lekin bizlar iyungacha topshirishni rejalashtiryapmiz. Bog'chakalon va Tinchlik mahallalarida 1070 ta xonadon bor. Shu 1070 ta xonadonni tez va sifatli yozda jaziramasida suv bilan ta'minlash niyatimiz bor. Maxsus texnikalarimiz 6 ta. Hozirgi kunda 73 km 200 tarmoqning 61 kilometrini bo'lganmiz. Aholi bundan mamnun. Hozirga qadar aholimiz 10-12 metr turba urib, yer tagidagi suvni iste'mol qilyapti. Hozir biza olib keladigan suvimiz standartdan o'tgan, filtrlangan. Prezidentimizning tashabbuslari bilan Xatirchi tumani uchun 12 milliard 200 million so'm mablag'lar hisobiga hozirgi kunda 70 kilometr yangitadan markazlashgan ichimlik suv tarmoqlarini tortish uchun mablag'lar ajratildi va hozirgi kunda shaffof tanlovlar asosida pudratchi quruvchi tanlab olinib 61 kilometr tarmoq tortib bo'lindi va ushbu ikkita mahallada 1070 ta xonadon yangitadan markazlashgan ichimlik suv tarmoqlari bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan va yil yakuni bilan 1070 ta xonadon yangitadan ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Kelgusida Xatirchi tumanida Avoqli mahallasi, Korizarab mahallalari, Oqoltin, Paxtakor mahallalari ichimlik suv bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda va hozirgi kunda loyihalash ishlari amalga oshirilmoqda. Mahalla byudjet hisobidan 15 kilometr tarmoq yangitadan tortish ishlari amalga oshirish bo'yicha mablag'lar ajratilishi kutilmoqda. Hozirgi kunda tumanimizda 70% dan ortiq aholi ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, kelgusida 75% ga chiqish
rejasida turibmiz. Ayni paytda ikkala mahallada ham ishlar qizg'in tus olgan. Maxsus transport vositalari, malakali mutaxassislar jalb etilib, ichimlik suvi tarmoqlarini tortish, qurish va montaj ishlari bajarilyapti. Bu albatta aholining kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Boisi ularni uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan muammolar o'z yechimini topmoqda. Davlatimiz rahbarining shaxsan tashabbusi bilan aholiga qulayliklar yaratish, turmush farovonligini yaxshilash, hamma narsa inson qadri uchun degan tamoyil asosida Navbahor tumani aholisining ham toza ichimlik suviga bo'lgan talabini qondirish maqsadida qilinayotgan ishlar bugun amaliy ko'rinishi bilan xalq orasida ovoza bo'lmoqda. Ana shunday loyihalardan biri Navbahor tumanidagi Qizloy mahallasida ham bajarilmoqda. Ushbu mahallaga jami uzunligi 90.4 kilometr bo'lgan yangi ichimlik suvi tarmoqlari tortilib, bir dona suv inshooti qurilishi rejalashtirilgan. Navbahor tumani Qizloy mahalla fuqarolar yig'inisiga 17 kilometr ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari olib borilyapti. Mana shu ishlarimizni boshlaganimizga fevral oyiga boshlagandik. Mana shu hozir 50% dan ortiq ishimizni bajarib bo'ldik. Toza ichimlik suvi keladiganidan xalq xursand. Yana bular uchun Qizloy mahalla fuqarolari yig'ini uchun 250 kublik rezervuar qurilyapti yangi. Ana shu rezervuardan suv beriladi. Shu ishimizni nasib bo'lsa, shu mayning oxiri, iyunning o'yinigacha yakunlash harakatiga biz. Belgilangan reja asosida hozirgacha 50 kilometr masofada yangi ichimlik suv tarmoqlari tortib olingan bo'lsa, suv inshootida qurilish ta'mirlash ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Bir paytlar aholining og'riqli muammosi sifatida qaralgan toza ichimlik suvining kirib borishi mahalla ahlining quvonchiga va shukronasiga sabab bo'layapti. Ma'lumotlarga ko'ra, ikkala tumandagi ushbu qurilish montaj ishlari 3-chorak yakuniga qadar yakunlanadi. Natijada Xatirchida 5702 nafar, Navbahor tumanida esa 2580 nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Xulosa qilib aytganda, ichimlik suvi inson hayoti va salomatligi uchun eng muhim omillardan biri ekan, qilinayotgan bu ishlarning tub mohiyati inson qadri uchun degan hayotbaxsh ibora bilan chambarchas bog'liq.